Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 3-iyun 2026-yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari on tort so'm 39 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari on 1930 tort so'm 60 tort tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.193.000 tort 160 tort so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.5% ga tushdi. Yevro 25 so'm 12 tiyinga tushdi. 1 yevro 13.896 so'm 69 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.389.669 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 1.1% ga tushdi. Rossiya rubli 2 so'm 10 tort tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 160 tort so'm 10 tort tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 160 tort 1140 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 3.5% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 85 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 72 Rossiya rubli 71 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7271 Rossiya rubli 1 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 3.9% ga tushdi.